Tövəndə xam qapaqның şifalık rolunu birlikdə bilib alaylı. Qapaq rayonimizning har qaysi joylarida o'stiriladigan, qo'llanishchan hamda dorilik qimmatiga ega bo'lgan e'tiborli narsa. Tabiiy huli sovuq bo'lib, yilda muvofiq iste'mol qilsa, suydiqni ravonlashtirib, to'salg'ularni ichish, badanga hullik yetkazish, issiqdan bo'lgan tabni pasaytish rolini o'ynaydi. Hamda oshqozon, uchay va qondagi zaharni yondirib, har xil yomon kasalliklarning unumli oldini oladi. Qapaqni xam vaqtida ushoq to'g'rab, yog'liq go'sht bilan manta tugib yesa, badandagi zaharni qaytarib, har xil kasalliklarning oldini olish rolini o'ynaydi. Qapaqni siqib, suyini chiqarib, muvofiq miqdorda tuz qo'shib ichib bersa, jigar yollig'i va to'lg'oqqa shifo bo'ladi. Qapaq postini qaynatib, suyini och qo'rsoq ichib bersa, ilmak qurt va qil qurt moddalarini o'ldirib tushiradi. Qapaqni talqonlab maqatga sursa yoki besib bersa, buvosirdan kelgan qonni to'xtatib, yolliq qaytarish rolini o'ynaydi. Qapaqni badam yig'i bilan pishirib yesa, miya va badanga ho'llik yetkazib, yo'talga shifo bo'ladi. Qapaqni cho'chi go'shi bilan pishirib yesa va sho'rbasini ichsa, qizitma qaytarib, sakta kasaliga shifo bo'ladi. Pishqan qapaqni talqonlab muvofiq yesa, usuzlikni besib ich surishga shifo bo'ladi. Xam qapaqni siqib, suyini chiqarib, 150 gramdan 300 gramgacha suyga muvofiq miqdorda hasal, to'g'riq qo'shib ichsa, cho'ng taratni ravonlashtirib, qavziyatning oldini oladi. Qapaqni qo'y go'shi bilan pishirib yesa, badandagi zaharni tozalab, sapra mijoz kishilarni xushxuy qiladi. Qapaqni butun peti xemirning orasiga elib, qo'qqasga ko'mib pishirib, suvutib, suyini siqib, 200 gram suyga 30 gram shakar qo'shib ichsa, oshqozon, jigar, yurak haroratini tangshab, issiq kasalliklarga shifo bo'ladi.